Endi men birinchi nuqtadan birisi bor. Ya'ni bu şu aldırmaslik haqida biz da'vatimizga so'zlayapmiz. Nima uchun deganda bir masalani tushunish to'g'ri keladi. İnsan aslida bir yo'q bir maxluq, hammanglar buni bilasizlar. İnsan yo'q dunyoda. Hal ata alal insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. İnsanın birinci ayeti. Bunda insan yo'qdi. Allah subhanahu va taolo insonni paydo qilib ekeldi. Bu nuqta kalımızın ölse, insan yer şarida yaşash uchun kerak bo'lgan oksigen, havo, yemeklik, ichimlik, birga yashaydiganga ayol, mehr muhabbatlik hamroh balalar va undan boshqa dunyoda to'g'ri yo'lni tepib yashash uchun nurg'un ne'matlarni berdi. Endi oldimizga tuyuqsiz bir ish kelib qolsa, bizni achchig'iltadigan, bizga ig'ir ziyon bo'ladigandek yoki ishqib bizga ziyonliq deb qaraladigan bir xabarni anglagan yoki ko'zimiz ko'rgan vaqtida nima uchun o'ylamaymizki, Allah subhanahu va taolo meni yo'qdan bar qildi. Menga turlik ne'matlarni badalsiz, qarshiliksiz berdi. Mushu Allah subhanahu va taolo hikmet bilen muş dünyanı yaratkan, meni nimetler bilen teminleyen Allah subhanahu wa ta'ala meni herkes zaya kuvvetmeydi deydiğen bir göz qaraş ne için bulmaydı? Ne için aldırıp qaraş qılımız? Allah hakim zat, Allah'ın hakim sübütü geçinimiz. Hakim sübütü degen her iş bolsa çokum bir hikmet bağ onunda. Onda olmaydığı iş yok. Şu manoqdağı dikkat qilish kerak. Allah bizni yo'qdan yaratdi, bekor yaratmadi. Bizning nima ish qiladiganligimizni tatib, hammani oldin ala urulashtirib yaratdi. Nurg'un ne'matlarni bayatni sanag'inimizdek. Endi mushlarning hammani Alloh qildi deymiz yo. Allohni hakim deymiz yo. Nima uchun yuz bergan bu masalaga qarata Allohning bir hikmati bor demay darhol ochiq qilamiz. Darhol uningga qarata inkas bildiramiz masalan. Nima uchun uningga darhol qaror olamiz shu vaqtda? Shu tufayli mushta oldirganlik tufayli xato qila olamiz, ig'ir darajada pushmon qilamiz. Bu yüzden, bu sebepten şun qarindoshlarımizga tavsiya qiladiganimiz şeytanni xo'sh qilmaslik kerak. Şeytanning yo'lida mangmaslik kerak. Endi do'qqo aldirashning o'zi şeytandan. Aldirmaslik Rahmandan. Nima uchun? Chunki har ishni Alloh o'rinlashtiradi. Masalalarga aldirab hukm chiqamasa qiladi. Çünkü biz Allah işengen ekanmiz, Allah'ın hakim üstü işengen ekanmiz, bulayotgan ishlardimi, yuz bergan ishlardimi cho'qim bir hikmat turadi. Aldırmaslik kerak. Şoň başqa biz bayatdan o'qigan bir hadisda Payg'ambar alayhisolamning bir sahabini maqtagan bir gapi bor. Sende ikki turlik bir xislat bor sende. Allah bu ikki turlikni xislatni yaxshi ko'radi. Bu ikki turlik xislatning birisi salmoqlik va aldırmaslik. Ana da'vatı Resulullah bir adamdan maqtavadı dayada.